Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi ishlarimizni o'rnatib bitirdik. Bu ishimizni Buloqosh tumani Shaharluz qishlog'iga qo'yib berdik. Bu yerga alyumin G306 antrazit profildan, ya'ni mokriy profildan veranni qo'yib berdik. Shu so'ri bor ekan, shu so'rini o'rab, chiroyli qilib bitirib berdik. Ustullarini alkafonda o'rab, taglari ham alkafon bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Oynalarni 2 qavat yo'diviga oqib berdik. Klientimiz shu holatda qilib bering dedi. Romidan bitta ochilish qilganmiz bu tarafdan. Bu yerda mana bitta bir qanotli eshigimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Eshigimizning eni 85 sm bo'lgan. Osha-moshalarni ham mana akfani o'zini osha-moshig'idan 4 tadan qo'yib berdik. Bir qanotligi uchun. Bu taraflardan ko'rishingiz mumkin. Tepada bitta fortishkamiz bo'lgan, bu yerda bitta ochilish. Bu yerda mana eshigimiz zamoglari ham doimgidek original zamoglardan bo'lgan. Ichki ko'rinishlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana bitta rom ochilishimiz. Romni ruchkalariga ham e'tibor bersanglar, qimmatroq ruchkalardan ishlab berganmiz. Ligirovkalari ham zo'r. Bu taraflarimiz ham mana joylariga ham juda chiroyli holatda tushdi. Bitta fortishkamiz bo'lgan. Bu yerda mana bitta rom ochilish. Yopilishlari ham ideal holatda. Ichkari tarafdan tashqari bemalol ko'rinaveradi. Ustullarni ham mana MDFda o'zimiz ashibkasini qilib berdik. Bir yo'liq. Bu ustunimiz turbadan bo'lgan ekan. To'rtburchak qilib o'rab berdik. Hurmatli kuzatuvchilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, ishlarni bitirib beramiz. Bu joyimizni 1 kvadrat metri 670 ming so'mdan o'rnatib bitirib berdik. Biz nomerlarimiz 90 170 82 52. Bizning manzilimiz Andijon viloyati Buloqbosh tumani. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.